Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'tiring. Nima endi shunday yuraverasizmi? Uyingizda o'zingizga qarab o'tiribsizmi? Ha? Mana shunaqa qilib chiroyli bo'lib yursa bo'lar ekan-ku. Onani uyiga kelib olib, ha deganda hajisi yo'q, qo'rqitganda bo'jisi yo'q, o'zimga xon, o'zimga bekman deb, a? Bilganingizni qilyapsiz-da shunda. Nima, boshqa er qidiryapsizmi? O'ynash qidiryapsizmi? A? Er yonida yurmaydimi mana shunaqa qilib, chiroyli bo'lib, odam o'ziga qarab? Eringizni chiroyli ko'rinishi o'rniga nima, ko'chadan o'ynash orttirdingizmi? A? O'ynashlaringizga chiroyli ko'rinyapsizmi? Oyijon, Jamshid akam o'zlari yashaganlar. Bo'ldi qiling. Uyatam kerak. Mana shuncha aybingiz bor. Mana shuncha aybi bor odam boshini egib yashaydi. Erli uyida. Sal narsaga ketib qolavermasdan, o'zingiz oppoq bo'lsangiz ekan, arazlab ketib qolaversangiz. Nima yurish bu? Bolalarni sarson qilib. Nima bu ahvol? Bu nima hayot? A? Meni eshigim nima? Kirib chiqadigan Samarqand darvozasi bo'ldimi? Xolagan paytda kelib, xolagan paytda ketib? A? Bu bolalarni taqdirini o'ylamaydimi odam? Voy, sen onamisan? A? Sen onamisan? Ayolmisan sen? Vijdonsiz? Mahalla ko'y, qarindosh urug'dan uyalmaydimi odam? Sharmanda? Bolalarga rahming kelmaydimi? Sen ayolni tulkiliging, qiliqlaring bor-ku, makoraliging 40 ta tuyaga yuk bo'larkan. Sharmanda. Mahalla kuyda yurolmay qoldim-ku, a? O'zingdan boshqani ham o'ylaysanmi sen? Uyatsiz. Vijdon bormi? Nima yetmayapti? A? Och qovat o'miding? A? Mehr bor. Uyda hamma sharoit bor. Nima xohlasangiz qilyapsiz. Bitta erni yo'lga savololmaydimi xotin kishi? Sal tilli kaltaroq qilish kerakmi? A? Ozgina tilli kaltaroq qilish kerak. Sal bundoq muloyimroq gaplashish kerak er bilan. Men million marta gapiryapman bu narsani, million marta o'rgatyapman. Nahot odamman bitiga olmaydi. Tag'inam shu qaynonam meni ayblarimni bekitib, meni obro'yimni saqlab, ko'chada sharmanda qilmadi. Ketimga tepib chiqarib yormadi degan narsa mana bu eshak kallada yo'qmi? A? Mana bu devorni taqillatsa taqillaydi. Bu boshda hech narsa yo'q. Andisha qilsam, farzandimdek ko'rsam, sen nima meni boshimga chiqib olmoqchimisan? Nima andishani oti qo'rqoqmi yo? Nima yetmayapti? Bundan o'lib ketganing yaxshi edi. Nima, Jamshid javobingni berdimi? Yo'q, javobimni bermadi. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Sharmanda. Tororningdan bor kiyimingni kiyib chiq. Tush oldimga. Yig'ishtir narsalarni. Sadqa